Esinizni chim tuting, quloqingizni dim tutib aynan. Mana quloqingizni tutib, mana ko'chil o'tib anglamay gapni. Siz her bir şirketga xizmatchiga xatarning oldini olgan boshin ilm. Her bir xizmatchiga gapirsangiz bo'lmaydi. Uning bir yillik 100 koy chiqadi, ya 98 koy chiqadi, ya 198 koy chiqadi bu narsa. Bo'lmaydi. Undaqda sizning xizmatchingiz xizmat jarayonida shundaymi? Siz ya ishga bursangiz yoki sizning mashinangiz haydab, lekin pachiq sunib kelsa, besh bo'lsa qanday qilsa? Benim bir o'quvchim shada anglabdi ekan. Sahnaga chiqib shundaymi? Zentat qalıbamı, natija qalıbamı deganga chiqdi, lekin molli men sizning gapingizni anglamay shundaymi? 190 ko'ga chidamayman. Ben ondan keyin xizmatchimga boshana olmabdim ekan. Xizmatchim meningki onamni mashinaga chiqarib, shirkatga atmanish jarayonida mashina qatnash voqeasiga uchrab, xizmatchining bir qo'lisi, bir puti sunib ketibdi. Hatto onasining bir parchaga sunib ketibdi qalan. Endi a xizmatchisi var ya, xizmatchisiga 80 ming ko'y to'lan beribdi. 200 ko'ga chidamasangiz 80 ming ko'y yo'q bo'ldi. Endi xo'sh. Endi men to'lab bermayman deyalamizsa? Ha? Deb qana. Ondan keyin bittal adam bunda Judian deyip shundaymi? Munchvaya munchida teyilib ketibdi ekan qalanma. Ondan keyin Judianni arz qilib qalan. Ma munchini teyil qaqsatdi deb. Aynı adamdan bakkan qalan. Lekin unumi bormi ekan desangiz, Judian 60% mas'uliyatni beribdi. Qanaqa? Qolgan tilamni qonunga arz qilsin, ayna olib ketgan qalan. Tushunasizmi mana hozir? Şunu xatarning oldini olgan boshanni appamisiniz xizmatchingizga. Xizmatchingiz lobanni arz qilsa, lekin anomaningizni qo'yib odam ketadi darhol. Ma gapimni esingizni ching tuting. Hemen bir kuni pulni o'rganishga xarjlamaysiz, moliya sot tarbiyasi xarjlamaysiz. Pulni ne xarjlaysiz? Boshqalarning boy bo'lishi uchun xarjlaysiz. Shoma lobanlar xatarninkini alamtimizga, xizmatchingizga hozir e'lon qilmoqman, qaytgandan keyin lekin xizmatchingiz arz qilsa lekin ishingiz chatadi. Shuni yeyishni almaqma xizmatchiga. Qisqalar qamayli, bo'lmasa vaqti kelsa 50 ming ko'y pul bering desa, bermisiniz, yatsiz kelib. Tushundingizmi-da? Endi bermisiz, bermamsiz, endi atqib bo'lgan pulni o'sma chiqib bermasak bo'lmaydi endi. Ishkilanmay bermasak bo'lmaydi shu vaqtda. Tushungansizlar, hozir ishkilanib o'tirishmaydi. Undan keyin endi yana bularni qo'ydixona chiqqan, vuliy ochib ya. Ambada başqalarının qimmat baliq malını saqlayotganlar var ya. Cho'qqima saychan degan narsani mal mulk so'rsam sanab bo'lmaydi. Bunday gap. Mal mulk so'rsi. Mushu qo'ydixona chiqqan bir o'quvchi 20 yil qo'ydixona chiqib qanday oldi bilamsizlar? 20 yil ochgan qo'ydixondan bu 9 million pul yig'ibdi ekan. Keyin mening qishim kelgandan keyin bu shogird bo'lman. Voy brother, undaq qilsang bo'lmaydi sen. Hozir qilgan ishing seninki ma sen qilayotgan ish xatarli ekan. Agar qo'ydixonga o't kesqanda qilmasa, o't ketmaydi. 15 yil oldi ishim bo'lmadi. 15 yil oldi ishim bo'lmadi. Beribdigan 70 ming ko'y to'laysiz debdigan, qiymat ko'p 70 ming ko'y pulnicha. Chunki 70 ming ko'y pulni to'lsa, eng az deganda shu 30 millioncha to'lan bergan to'q agar o't kessa, malni ko'p kessa shundaymi? Endi ma brother 70 ming ko'y pulni to'lamaytmay hech nima bo'lmaydi degandan keyin oradan qanday oldi? Buna chiq emas, 3 yil o'tgandan keyin ta Layla ofat yetib keldi. Balisa shu qo'ydixonaga kelib, lekin chaqmoq o'ynab o't qo'yib debdi. Undan keyin bir kishi lekin astolatga qaytib kelib, meni oldim kelib, ustoz meni qutqizinglar. Voy tunigan tag'in munda menib chiqatgan avo. Endi munda katta oldim. Bir uxlab qopatgan 12 milyon qarz ketgan. Chunki cheksiz mas'uliyat ustiga odamlar bor. Tushunarli ko'pchilik manozir. Nurg'un korxonachida savdogarlar sotqa arznoma sunibdi qalanlar. Hali ma sotib qo'ygan. Malni men bilolmadim. Ulug'im kelib ketdi meniki. Ulatdan yoqlashim kelib qoldi dedi. O'ylab qo'y, shu millioner shu. Ko'rgansiz ko'pchilik shoma qo'ydi. Amba ajitgan, ambada qiymat narsa bor ya. Aşırı en yaxşısı ma sordan bo'lmasa jajanni isti vaqt kelsa. Tushungansizlar, planni yo'q deb qo'ysa bir kishi lakim. Qurbanjon mallim, men hozir jiddiy pul lozim. Meniki dars olmoqdek vaqtim yo'q. Men dars o'rgansam lakim pul topibman. Darsingiz bormi debdi. Undaqda bor.
pulni hajlagan siri ko'payishininki maxfiydi. Ma dars 999 qo'y bugun faqat bir qo'y pul bilan uyangni gap ketalaysizlar. Uningdan keyin Qurbonjon Ma'zumning 2025-yildagi so'zlagan barliq naq maydon darsini sizlarga sovg'a qilsam, agar sizlar ma darsni o'rgansanglar bir yılda 30 bin koydan artıq pulunu tapalaysizlar. Şunu bir yılda 30 mingdan 100 bin koy pulunu artıq tapaydiganlar derhal Ayubxon uçuruq qilish orqali dars tizimini to'lasanlar bo'ldi. Hammalarni to'r darsini saqlayman.